Buxoro viloyatining Qorovulbozor tumanida Shveysariyaning yetakchi kompaniyasi bilan hamkorlikda yangi mineral o'g'itlar ishlab chiqarish zavodi qurilmoqda. Xorijiy investorlar ishtirokida mazkur ishlab chiqarish quvvatining imkoniyatlari taqdimoti o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Qorovulbozor tumanidagi erkin iqtisodiy zona hududida 2022 yil oktyabr oyidan boshlab yangi korxona qurilishiga start berilgan edi. 20 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan moliyalashtirilgan mazkur jamiyat yiliga 200 ming tonna o'g'it ishlab chiqarishga mo'ljallangan va 2026 yilning yanvar oyida to'liq foydalanishga topshiriladi. Zavodning ishga tushirilishi 150 ta yangi doimiy ish o'rni yaratish va yillik eksportdan 40 million dollargacha daromad olish imkonini beradi. Для меня сегодня очень приятно присутствовать. Bugun Buxoro viloyatida yirik korxonaning taqdimot marosimida ishtirok etayotganimdan xursandman. Negaki, iqtisodiy jihatdan juda yaxshi rivojlanish bosqichini amalga oshiryapti. Yangi korxonalar, yangi ish o'rinlari yaratilayotgani. Bu juda yaxshi natija. Zero mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirish uchun albatta birinchi navbatda yirik korxonalar bo'lishi kerakligini hamma tushunadi. Yiliga 40 million dollarga yaqin tayyor mahsulot ishlab chiqarilishi bu juda katta natija. Bunday yirik sarmoyalar O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishga turtki bo'ladi deb hisoblayman. Qorovulbozor vokzalidan bor yo'g'i 1 kilometr uzoqlikda joylashgan mazkur majmua noyob obyekt bo'lib, barcha zarur logistik infratuzilmasi, xomashyo va tayyor mahsulotlarni saqlash omborlari, quvvati soatiga 400 tonnagacha bo'lgan xomashyo va tayyor mahsulotni yuklash stansiyalari bilan jihozlandi. Большую благодарность нашим партнерам. Men hamkorlarimizga investitsiya kiritish borasidagi takliflarimizni qo'llab-quvvatlashgani uchun rahmat aytmoqchiman. Biz xalqaro bozor uchun istiqbolli, juda muhim investitsion loyihani amalga oshiryapmiz. O'zbekistonning dunyoda deyarli o'xshashi bo'lmagan bunday ilg'or mahsulot sari intilayotganidan mamnunmiz. Ishonchimiz komilki, ushbu mahsulot Markaziy Osiyoda ham, xalqaro bozorda ham yuqori talabga ega bo'ladi. Taqdimotda jahon o'g'itlar bozorida yetakchi bo'lgan Amerikaning ekspeditorlik kompaniyasi va boshqa yirik sanoat kompaniyalari vakillari ishtirok etdilar. Mutaxassislarning e'tiroficha, mazkur zavodning qurilishi mintaqa va milliy iqtisodiyot uchun muhim qadam bo'lib, ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirishga, O'zbekistonning jahon o'g'itlar bozoridagi o'rnini mustahkamlashga yo'l ochadi. We're an international trading company. We're one of the largest privately held companies in the United States with headquarters in New York and Florida. Bizning kompaniyamizning shtab-kvartirasi New York va Florida shtatlarida joylashgan. AQShdagi eng yirik xususiy kompaniyalardan birimiz. Dunyo bo'ylab 19 ta ofislarimiz bor. Biz bir qator mahsulotlarni, birinchi navbatda xomashyo savdosi bilan shug'ullanamiz. Dunyodagi eng yirik neft, oltin gugurt, ammiak va mineral o'g'itlarni hamkorlarimizga yetkazib beramiz. Bugun O'zbekiston aynan bizning kompaniyamiz uchun katta loyihani amalga oshirdi. Biz vositachi sifatida ushbu mahsulotni bozorga chiqarishga tayyormiz. Bu joyda eng so'nggi texnologiyalar asosida mahsulot ishlab chiqariladi va kelgusida faoliyatni kengaytirish imkoniyatlari ham juda yuqori. Shunday ekan, bizning hamkorligimiz uzoq vaqt davom etishiga ishonaman. Taqdimotda zavodning xavfsizlik va ekologik xalqaro standartlarga javob berishi, atrof muhitga ta'sirini kamaytirish bo'yicha ishlab chiqilgan tizim haqida ham ma'lumot berildi. Ushbu korxona mahsulotlari yuqori hosil olish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini yaxshilash, tuproq unumdorligini uzoq muddat saqlashga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir.